Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borayotganlar. Mana bugun 2-fevral xabarlaring bor. 3-fevral Farg'ona jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor. Xudo xolasa ertaga bu 14 kunlik safar bo'lib, 14 kun davomida ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat barchasi malakali ellik boshchilarimiz boshchiligida bo'lib o'tadi. Undan tashqari 24 soat transport xizmatlarimizgacha bor. Yana bundan tashqari qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'zi ham qiziqtirgan savollar bo'lsa bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar ham bo'ladi. Xohlovchilar Marg'ilondagi rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga ham kelib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olib, har qanday ma'lumotlar olishlari mumkin. Xudo xolasa bizni firmamiz tomonidan beriladigan narsalar mana bunday bejiklar beriladi va o'zlarining ehtiyojlari uchun, dokumentlarni olib qo'yishlari uchun mana bunday sumkalar ham beriladi. Undan tashqari bunday kamzullar ham beriladi. Ini borib sayohat, ziyorat, ibodat barchasini qilib, Xudo xolasa 14 kun davomida qaytayotganlaringda har birlaringga firmamiz tomonidan 5 litrli zamzam suvi ham hadya etiladi. Va bundan tashqari mana bizda yana reyslarimiz bor. 10-fevralga ham bor. 10-fevral kuni ham Farg'ona jiddiy yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. 17-fevral ham Farg'ona jiddiy yo'nalishida bor. 24-fevral ham Farg'ona jiddiy yo'nalishida reyslarimiz bor. Bizni kuzatib borayotganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha sizlarga barcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz va videolarimizda qandaydir xatolik, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Barchalaring sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Shoshilinglar, o'z joylaringni bron qilinglar. Xudo xolasa mana ro'za Ramazon oylariga ham paketlarimiz ochilyapti. Ro'za Ramazon oyida ota-onam bilan borib, ota-onam duolarini olaman o'sha yerda degan yori birodarlarimizga, do'st qadrdonlarimizga, qarindosh urug'larimizga barchasiga shu videolarni jo'natib qo'ysak, Xudo xolasa shu savobga biz ham hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Barchalaringni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmanglar.